Hurmatli YouTube tomoshabinlari, ancha vaqtdan beri video chiqarmagan edik. Mana video chiqarishga qaror qildik. Hozirroq vaqt bo'lgan edi. Mana ko'pchilik biz oshxonamizni biladi. Ana hozir qo'yilganlar, bu tomonda qo'yilganlar, bu tomonda qo'yilganlar. Bizning oshxonada hozirda 30 ta qolib, ikkita meshalka 30 ta qolib, har bitta meshalkaga 15 tadan qolib to'g'ri kelyapti. Shu biznes qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga ham apparatlarni tayyorlab beramiz, qolib tayyorlab beramiz, drabelka, meshalka, qum elak hammasini tayyorlab beramiz. Agar qiziqqanlar bo'lsa. Blogimizning narxi hozirda 24 ga 25. Hozir mana bu bloklarimiz 24 ming so'mlik. Bu bloklarimiz 25 ming so'mlik. Farqi nimada deb ko'pchilik mana savol beradi. Farqi sementda. Bunga 2 kilo sement ziyod qo'shiladi. O'shaning uchun buni narxi qimmat. Bunga bu standart blogimiz. Men ham o'zimning uyimda 2 etajga qurganman. Mana shu o'zimizning blokdan qo'yganmiz. Standart blokdan. Bundan qimmatida emas, o'zimizning mana standartdan. Bu ko'pincha zakazdan chiqadi. Ko'pchilik misol uchun klientlar yana ham baquvvat bo'lsin deydi. O'zi turish ham bu ham baquvvat. Lekin yana ham baquvvat bo'lsin deydiganlarga buni ham chiqarib beramiz. Yaqinda mana Qashqadaryoga jo'natdik. 1600 ta. Undan oldin yana Qashqadaryoga jo'natganmiz. 2000 ta. Undan oldin yana Qashqadaryoga jo'natganmiz. 1,5 ming ta. Bundan oldin u Qashqadaryolar zakazini tugatib bo'lib Seleskiga 1,5 ming ta jo'natildi. Hozir mana 1000 ta tayyor bo'ldi. Undan ham oldin 1000 ta jo'natilgan. Ularda shu video olishga vaqt bo'lmagan edi. Qo'yilganimiz yo'q. Endi nasib qilsa yana 2,5 ming ta zakazimiz bor. O'zimizga undan keyin Navoiy viloyatiga zakazimiz bor 3000 ta. Xudo ularni ham o'z vaqtida shu aytilgan vaqtdan ham ertaroq chiqarib berishga harakat qilamiz. Xudo. Agar zakaz bermoqchi bo'lsangiz, oldindan zakaz bersangiz, shunga qarab zakazingizni qabul qilamiz. Agarda 2-3 oy kutadigan bo'lsangiz, pulini 100% yoki 50% to'lasangiz, o'shanga qarab sizga narxni tushib beramiz. Buni hozir o'zimiz Samarqandlik aka 50% to'lov qilgan. Navoiylik akalarimiz 100% to'lovda qilib ketgan. 3000 taga. O'shanisi narxini kelishtirib berganmiz. Biz hozir narxini buni kelishtirib berib, yana boyagi narxga to'g'ri kelsin deb turib, anaqa nomardchilik yo'q. Chunki mana sizga skidka qilib beramiz. O'sha skidkani pulini bizlar masalan narxini tushib berganimizda pulini sementdan chiqarib olamiz. Sementni mana ko'pchilik biladi. Kundan kun narx ko'tarilib ketyapti. Bizlar 60 tonna, 90 tonnalab olib qo'ysak, o'shanda bizga arzon tushadi. Sizga skidka qilgan narxni biz sementdan chiqarib olamiz. Oddiy misoliga 50 so'mdan farq qilsa ham, hozir 50 so'm farq qilmaydi, lekin ko'chaning narxi bilan 100 so'm farq qilyapti. 30 tonnadan o'zi 3 million farq qiladi. Misol uchun 3 ming ta zakaz qilsangiz, sizga 1000 so'mdan tushib bersak ham, o'sha 3 million tushadigan bo'lsak, o'sha pulni 3000 pulni nimadan chiqarib olamiz? Sementdan. Chunki 2-3 marta boyagi sizda to'lagan pulingiz bilan biz sement olib turib aylantirsak, o'sha pul chiqadi. O'shani hisobiga bizlar sizga arzon qilib beramiz. Mana daji kuzga zakaz qilib qo'yganlar ham bor. To'lovda 100% qilib. Ularga ham ancha narxni tushib beramiz. O'sha klientlarning pulini aylantirganimizda hisobiga. Shu mana qisqacha videomiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing, yoqmasa dislike. Birorta ma'lumot kerak bo'lsa aloqaga chiqing yoki kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Albatta javob berib, sizga yetarli kerakli bo'lgan ma'lumotlarni beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.